Podramani qo'ydik. Ancha cho'zilib ketdi ishimiz ham. Podramani samosoltadagi podramani qo'yib, nasib bo'lsa chiroyli qilib kraska qilib laklari bilan berdik kraskani. Lakini bitsa yaxshiroq ishlaydi. Nasib bo'lsa endi bog'i ketadi endi ishimiz. Mana qaychi ham yasadik, shu страховка uchun. Oldidan ko'taradigan bo'ladi, nasib bo'lsa havolarnikida. Ichidan boshqaruvi ham bu yoq joystik bo'ladi. Shu boshqaruv sistemasi gruzovik motor bo'ldi. Mana gruzovik radiator. Aslida tormozli sistemalar ham gruzovik bo'ladi. Bu yoqda avtomobil o'ziniki qolmaydi. Hamma joyi xudo xolasa chotki bo'lib. Metani nasib bo'lsa mashina shivellardan qilib, chista rossiyskiy shivellardan qilyapmiz. Ko'ryapsizlar, mashina qotadi. 8 ta bo'ladi mashina. 8 ta do'stlar. Hurmatli Isuzuga qiziquvchilar o'zi biladi endi. Bizlar baho berasizlar xudo xolasa. Tak mana kuzovimiz 3 yo'lga ochiladigan. Mana hamma joy nasib bo'lsa mana germetik bo'lib, nasib bo'lsa bu yoki mana orqadagi quloqchasini qisadigan, bortni qisadigan quloqchasini taydan qo'ydik. Mana teshib qo'ymadik mana endi. Teshmasdan taydan o'tkazib, shunday kuzovga lat yemaydigan holatga bo'ladi. Tortadi zanjir bilan. Hozir prujina tortib turibdi uni, prujina. Ochgan vaqtda baribir ham tortadigan qilib qo'ydikda. Shunday o'zini og'irligi bilan emasda, prujina tortib turadi doimo ochilaveradi agar ko'targan vaqtlaringiz kuzovni. Yana bag'larni qarang. Hamma har bitta detaliga alohida e'tibor berilyapti. Unisi endi kraskalanadi. Krilo qanday chiqdi, baho berasizda. Kechqurun hali usti chang bo'lib qolgan, chang tushib qolganda, lekin qurib, endi ustidagi changlarni yuvamiz baribir. Mana krilolarni baho berasizlar mana. Bu tarafi mana. Oldidan, yondan ko'rinishi mana bunday chiqadi. Yaltirashini. Mana silindrning korpusi. Bortimiz mana. Krugom aylanasiga yangi temir. Tayi faqat konteynerda polidan bo'lgan. Konteyner. Bu turtlik. Buni o'zi bu konteynerda vash qattiq profil bor, o'shandan qilingan. Mana ollarni qarang. Baho berasizlar. Qancha karkaz bo'ldi. Shular bu olli tog'ora bo'lib qolmasligi uchun-da. Tog'ora bo'lib qolmasligi uchun. Germetik ular qarang. Ichi ham tashqisi ham bo'ladi, xudo xolasa. Germetiklar ayalgan yo'lda germetik. Mana buni ko'rasiz, hali bunga baho berasizlar. Boshqacha ideya bo'ldi-da endi. Shunaqa ideyalarga ko'proq vaqt yo'qotib qo'yamiz-da, yondan ko'rinishi. Nasib bo'lsa oldi bortini, kazirokchasi. Bu xudo xolasa spalniy bo'ladi, kabinasi spalniylik bo'ladi. Chiqqandan keyin xudo xolasa kuk urmoqchi biz zavodskiy kraskasidan. Aytasizlar, baho berasizlar. Kraskadan keyin ham nasib qilib qo'yamiz. Videoga chiroyli qilib nasib bo'lsa videolarni qo'yib boraveramiz. Haliga ancha vaqt bo'ldi qo'ymaganimizga. Orqasining formasi qanday bo'libdi? Qarang, qorong'i bo'lib qoldi. Qorong'i bo'lib qolganicha salgina ko'rinmayapti.